Instagramga hook haqida o'ylashdan charchaganlar bormi? Men hook qilish xohlamayman, men site qilish xohlamayman, men yana nimadir narsalar olib chiqish xohlamayman. Men shunchaki chiqaman va odamlar o'sha narsani ko'rishini xohlayman degan. Sizda xohish bo'lsa, bu video siz uchun. To'g'risini aytsam, men o'zim ham hook qilishdan o'sha zerikdim. Hook qilish qiyin emas. Hook haqida o'ylash ham qiyin emas va har bitta video o'zi hook bilan bo'lishi shart degan hech qanaqa asos ham yo'q aslida. Eng zo'r, eng oddiy instrument haqida aytadigan bo'lsam, bu shunchaki qiziqarli odam bo'lishi kerak. Ya'ni sizni ko'rinishingiz qiziqarli bo'lsin, sizni turmush tarzingiz qiziqarli bo'lsin, sizni gapirish toningiz qiziqarli bo'lsin, sizdagi qanaqadir o'yinchoqlar qiziqarli bo'lsin. Va shularning hammasi bizda hook vazifasini bajaraveradi. Tasavvur qiling, oldingizdan prichoskasi g'alati bitta odam chiqdi. Qizuvmi? Qizuv. Balki kiyimi juda ham rangli qanaqadir odam chiqdi. Qizuvmi? Qizuv. Balki bitta qoshi yo'q odam chiqdi. Qizuvmi? Qizuv. Umuman yashash tarzi boshqacha bo'lgan odam chiqdi. Qizuvmi? Qizuv. Va buni hammasi hook sifatida ishlayveradi. Va sizga top 10 ta, top 15 ta, top 50 ta e'tibor jalb qiladigan hooklar degan shablon keragi yo'q. Bu hook haqida o'zingiz o'ylashingiz kerak. Qanaqa qilib men o'zim qizuvroq bo'la olaman, odamlarni jalb qiladigan va o'shanda meni videoim ko'riladi degan asosni qo'yib oladigan bo'lsa, umuman ko'p narsa o'zgarib ketadi. Videoni nima qilishni o'zingizlar bilasizlar. Prosmotrlari ko'paymayotgan, hook topa olmayotgan, yaqinlarga yuborib qo'yinglar.